Assalomu alaykum. Mana pistani hozir po'stlog'ini achiydigan apparat yasadik. Mana hozir vakillar olib kelgan ekan. Hozir sinab ko'ramiz. Endi qanaqa effekt beradi, uni endi solganda bilamiz. Endi birinchisi bu. Endi hozir aka bu ichiga shikast yetmasligi uchun pichoq qo'ymadim hozir. Nimaga siz rezinkani o'zi bilan agar archib oladigan bo'lsa, pistaga ziyon yetmaydi-da. Agar unda ham archimaydigan bo'lsa, keyin pichoqni boshqa narsani keyin qo'yamiz, ha? Xo'p. Mana 220 ga yuradi. Siz aka uni ipasini bekitib qo'yasiz aka. Hoppa. Bakın. Çıkalım. Bunun söz ancha bo'lganiga. Archi bo'lganiga. Bitta og'ircha bo'ladi. Mana shu holat. Qanchasi bo'ladi? 95% bor-a? Agar buni uyutadigan bo'lsangiz, yana ham menimcha tezroq chiqsa kerak, bu endi ancha turib qoldi. Mana shu holat. 95 dan ham ko'p, endi 5-10 ta qoldi ichida endi. Sinmabdi, yaxshi. Menimcha hamma yo'q idealni bo'lib shekilli. Yani. Ixcham. Yengil mashinalar, liboy yengil mashinalar ichida ketaveradi. Bugun nechi? 2026-yil 17-avgust.